qadrdonim otajon. Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz. Biz bugun ayni damda navbatdagi tabriklarimizni shu xonadonning eng aziz insoni bo'lgan Rahmatullo akamiz shukrlik kunlari bilan, tavallud ayyomlari bilan birinchi navbatda uzoqdan musofir yurtdan turmush o'rtoqlari Gavhar opam nomlaridan, undan tashqari o'g'illari Zoir, Umidjon nomlaridan, undan tashqari opalari Sayyora opam, Gulsora opam, Maysara opam, Zulfiya opam hamda Nigora opam nomlaridan tabriklab xursand qilamiz. Jamiki chiroyli tilaklar Rahmatullo akamiz uchun qanday? Marhamat Xibadiy maydonimizga shu xonadonning eng aziz insoni bo'lgan Rahmatullo akamizni taklif etamiz. Avvalambor assalomu alaykum Rahmatullo aka. Shukronlik kunlari muborak bo'lsin. Tavallud ayyomlari muborak bo'lsin. Biz sizni bugungi chiroyli bir ayyomingizni, shukronlik kuningizni siz bilan baham ko'rishga, qolaversa muborak bo'lib etish uchun tashrif buyurdik. Endi topishingiz kerak bo'ladi. Sizni kimlar nomidan tabriklash uchun tashrif buyurganligimizni. Kimlar nomidan keldi deb o'ylaysiz? Tavakkal qilib ko'ramiz. Jigarlaringizdan kutasiz. Yana kimlar bo'lishi mumkin? Jiyanlaringizdan. Yana sizga yaqin insonlaringiz kim? Juda ham yaqin insoningiz kim? Mikrofonda bir jaranglatib aytingchi. Turmush o'rtog'ingiz, demak bugungi chiroyli bir ayyom bilan, shukronlik kuningiz bilan tabriklayotgan sizni jondan aziz insoningiz Gavhar opam deb o'ylaysiz. Shunaqami? To'g'ri, chiroyli qarshi Gavhar. Aka, o'zingiz topganingizdek sizni birinchi navbatda uzoqdan musofir yurtdan sizni sog'ingan, sizga sog'inchli salomlarni izhor qilish uchun bugun bizni tashrif buyurishimizni iltimos qilgan birinchi navbatda opajonim nomlaridan tashrif buyurdik. Undan tashqari esa o'g'illaringiz bo'lgan Zoirjon, Umidjon nomlaridan, undan tashqari jigarlaringiz, o'zingiz topganingiz opajonlaringiz nomidan, ya'ni Sayyora opangiz, Gulsora opam nomlaridan, Maysara, Zulfiya, Nigora opajonlarim nomlaridan tabriklash uchun tashrif buyurdik. Kelishimizdan oldin turmush o'rtog'ingiz bilan, ya'ni opajonim, ya'ni Gavhar opam bilan suhbatlashdik, telefon orqali gaplashdik, o'g'illaringiz bilan gaplashdik, jigarlaringiz bilan gaplashdik. Kimni tabriklaymiz, kimni xursand qilamiz bugun desam, Gavhar opam aytdilarki, singiljonim, borganingizda sizni qarshingizga chiqadigan meni joni jihonim, meni yagonam, meni musofir yurtlarda qo'llab turgan, menga madad bo'lgan. Doimo men seni yoningdaman. Men sen bilan doimo birgaman. Uzoq bo'lsa-da masofamiz, doimo mehrim sen bilan. Farzandlarimni boshiga sog' omon bo'lgan onajonisi deb qo'llab turgan, menga kuch-quvvat berib turgan, madad bo'lgan turmush o'rtog'imni tabriklashga borasiz dedilar. Farzandlaringizdan so'radim, kirishimdan oldin, kimni tabriklaymiz, kimni xursand qilamiz desam, farzandlaringiz aytishdiki, bugun siz bizni davlatimiz, uyimizning soyaboni, ishongan tog'imiz, otajonimiz, padara buzrukvorimiz, bizni duolarda asraydigan mehribonimiz, joni jahonimizni tabriklaysiz opajon dedilar. Jigarlaringizdan so'radim, opajonlaringizdan, kimni tabriklaymiz, kimni xursand qilamiz desam, ular aytishdiki, bizni jondan aziz insonimiz, bizni doimo mehr talab bo'lganimizda keling opajon bag'rimga deb bag'rini ochadigan, otamiz qatorida bo'lgan, otamiz singari eng aziz insonimiz bo'lgan jigarimizni tabriklaysiz dedilar. Ya'ni bizni doimo qo'llab turgan, bizni yonimizda bo'lgan, ukajon desak labbay deb javob bergan bizni jigarimiz bo'ladilar. Albatta shirin so'zlar bilan, shirin tilaklar bilan tabriklang dedilar. Rayhonim, bugungi chiroyli bir ayyom bilan Gavhar opamdan so'radim, yana qanday so'zlarni ishlatay, qanday so'zlar bilan muborakbod etay desam, dunyoning eng chiroyli so'zlari bilan tabriklang singiljonim, dunyoning eng shirin tilaklari bilan tabriklang singiljonim, chunki men musofir yurtlardaman, musofirchilik gashtini suryapman. O'zlariga ham aytganman, musofirchilik oson emasligini o'zlari ham biladilar. Musofir yurtlarda menga ham oson emas. Musofir yurtlar menga ham havas emas albatta. Men oilamning davrasida, turmush o'rtog'imning yonida bo'lishni juda ham istayman. Lekin hayotni har bir zarbalari, har bir mushkulotlari bo'larkanki turib berar ekansan, chidab berar ekansan. Lekin ana shunday mashaqqatli damlarda turmush
turmushning pasti baland damlarida birgalikda bosib o'tgan, menga doimo hamdard bo'lgan, qolaversa yonimda tura olgan, men sen bilan birgaman deb meni qo'llab turgan shu insonim jufti halolim bo'ladilar. Boshimga sog' omon bo'lsinlar, dunyo turguncha tursinlar. Dunyoning eng yaxshi niyatlari, tilaklari faqatgina meni jufti halolim uchun bo'lsin dedilar. Albatta sizni bugungi ayyom bilan tabriklagan holatda yana opam aytdilarki, musofir yurtdaman, jigarlarimdan, qolaversa oilamdan yiroqda bo'lganligim sabab sog'inchimni izhor qilmoqchiman. Men ularni juda ham yaxshi ko'raman. Men ularni juda ham sog'indim. Ayni bugungi damda yonlarida bo'lishni xohlagan edim. Ya'ni oilamning davrasida bo'lishni xohlagan edim. Lekin musofirchilik sabab yonida emasman. Birinchi navbatda uzrimni aytib qo'ying turmush o'rtog'imga. Yonda bo'la olmaganim uchun, yaxshi kunlarda ularni yonlarida turib tabriklay olmaganligim uchun dedilar. Lekin uzoqda bo'lsam-da barcha dunyoning eng go'zal tilaklari, yuragimning eng chiroyli istaklari turmush o'rtog'im uchun yo'llayman deb aytib o'tdilar. Bundan tashqari esa jigarlaringiz ham aytishdilarki, bugungi chiroyli bir ayyom bilan muborakbod etasiz. Doimo yorimizda ukam bor, meni shunday ukam bor deb faxrlanib yurish baxti bizga nasib etgan. Bundan keyin ham shunday bo'lishini Alloh taoladan doimo duolarimizda so'raymiz deyishdi opajonlaringiz. Albatta sizni tabriklash uchun eng birinchi navbatda chiroyli bir sovg'alar yuborganlar opajonim. Yana aytdilarki, bu qanday sovg'a desam, turmush o'rtog'imning hayotlari soat daqiqalari singari qimmatli bo'lsin-u, lekin yillari singari tez o'tib ketmasin hayotimiz. Hayotimiz shunchalik shirin, shunchalik qimmatli bo'lsin uchun eng chiroyli sovg'alar, soatli kartinkalarni turmush o'rtog'im uchun hadya qilasiz dedilar. Eng chiroyli sovg'alar eng aziz insonlar uchun turmush o'rtoqlari nomidan ayyomlar muborak bo'lsin. Marhamat, rahmatli akamizni tabriklamoqchi bo'lganlar. Yuzlardan o'pib, achchiqlar tabriklar qo'yishingiz mumkin. Qadrdonim otajon. Qarsaklar ila qo'llab turamiz, qarsaklar. Shukronlik kunlari muborak bo'lsin. Bugun adashmasa xonadoningizda bayram ustiga bayram, tantana ustiga tantana ekan. Umidjonni ham shukronlik kunlari, tavallud ayyomlari ekan. Umidjonni ham siz qatori barcha tashrif buyurgan mehmonjonlar nomidan, oyijonisi nomlaridan, yaqin qarindosh urug'lar nomidan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Otajonisi, onajonisi orzu qilgandek muslim, qobil farzandlari qatorida bo'lishi tilakdoshimiz. Albatta yana bir bora ayyomlar muborak bo'lsin. Endi rahmatullohga yuqoridagi chiroyli tilaklar qatorida opam aytdilarki, men barcha tilaklarimni musofir yurtda turib, turmush o'rtog'imga izhor qila olmadim. Shu sabab aytolmagan so'zlarimni she'r qilib misralarga tushirganman. Agar ruxsat bersalar, o'qib bering deb iltimos qilganlar. Maylimi o'qib bersam? Marhamat. Yostiqlarga bir kun botsa gar boshim. Meni sotib ketsa do'sti sirdoshim. Sarg'aygan ko'zlarim yuvsa ko'z yoshim. O'sha kun men uchun kim kuyinar kim? Eng avval kuyinar umr yo'ldoshim. Bag'rida ulg'ayib tanibla hayot. Yonida olaman tarbiya sabot. Yonimda bo'lganda go'zaldir hayot. Yostiqlarga bir kun botsa gar boshim. Eng avval kuyinar umr yo'ldoshim. Tirik jon xastalik bir kun kutishi mumkin. Omad qushi boshdan bir kun uchishi mumkin. Hatto yaqinlarim mendan ketishi mumkin. O'sha kun men uchun kim achinar kim? Eng avval kuyinar umr yo'ldoshim. Eng avval achinar umr yo'ldoshim dedilarda, opajonim bugungi ayyom bilan chin qalbdan muborakbod etdilar. Ayyomlar muborak bo'lsin. Endi mikrofonni o'zingizga uzatmoqchiman, chunki mana shu kameralarimiz orqali ayni damda opajonim sizni kuzatib turibdilar. Nima yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, tilaklaringiz bo'lsa, marhamat yo'llashingiz mumkin.
Albatta, Rahmatullo akamni bugungi ayyom bilan tabriklamoqchi bo'lganlar bormi? Yaqinlar, jigarlar, farzandlar. Avvalambor kabullikdagi navkar. Ham otamiz, ham ukamiz, ham akamiz. Uzoq bo'lsin. Qo'shganlar, qo'shganlar, kelinlarni olib kelib, qo'sha kelinlarni olib kelib, o'zlarini ko'rsin. Nima deyman? Jigarlarim bor, jigarlarim. Keling bugun ko'rishaylik, jigarlarim. Assalomu alaykum. İlahi saatleri sağlık selam olsun. Sağlık kârtler. Ayı tamam çekiyorum. Ben nasıl İdur buldum sağlık ayı sağlık doşun tabrik eder ve kadar işlerim cemaatime rahmet. Endi ruxsat berasiz Rahmatullo aka, mana shunday chiroyli bor tilaklardan keyin ajoyib sovg'amiz bor. Ya'ni opam aytdilarki, hayotimiz shu paytgacha turmush o'rtog'im bilan shirinlikdek shirin, mazali, totli bo'lib kelgan. Bundan keyingi hayotimiz ham shunday bo'lsin dedilar-da, eng shirin, mazali tortlarni maxsus siz uchun tayyorlashgan. Marhamat, shirinlikdan olib kelamiz. Yana bir bora sizni bugungi ayyom bilan tabriklaymiz, muborak etamiz. Opajonim nomlaridan qolaversa, tashrif buyurgan jigarlaringiz, undan tashqari sizni qadam ranjida qilgan barcha yaqinlaringiz nomidan chin qalbimizdan muborak etamiz. Umringiz uzoq bo'lsin, yaxshi kunlaringiz bardavom bo'lsin. Oila ardog'i, jigarlar ardog'i, turmush o'rtog'ingiz, farzandlar ardog'i doimo sizni hayotingizni tark etmasin. Endi esa ruxsat berasiz, sizni galma-gal yaqinlaringiz bilan suratlarga olamiz, davramizni sho'x-sho'x qo'shiqlar bilan davom ettiramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.